Nega hamma mana shunaqa teshuvli bilinchini yaxshi ko'rar ekan? Buni hech qanaqa o'zi sekreti yo'q. Men tavakkalga qilib tashlaganman. Buni o'zi faqatgina bitta qiladigan ishi, просто skоворodkalarni, blinitsalarni yaxshilab qizdirib olsanglar, mana har doim mana shunaqa chiqadi. Uni farqi yo'q, birinchi ustalardan olasizlarmi retsept. Uni qilganinglar bilan o'xshamasligi ham bor-da. Buni bitta dona faqat qiladigan ishi, mana blinitsalarni yaxshilab qizdirib solish. Men hozir sizlarga ko'rsataman. Mana blinitsalar gazda mana shunaqa quruq turganda, birpas qizib olish kerak. Yaxshilab qizib olsagina teshuv chiqadi. Mana ancha turdi-manda. Ko'rdinglar? Bitta dona sekret emas bu. Просто blinitsalar uzoqroq turishi kerak. Quruq turishi kerak, qizib olish kerak. Bitta blinchini sizlar uchun hozir qurbon qilaman. Mana pishgan blinchini olib, qarab turinglar. Srazi quyib yuborsa ko'rasizlar. Mana. Ko'rdinglar? Srazi quyib yuborsanglar mana. O'shaning uchun har doim skоворodkalarni qizdirib olishingiz kerak. Uzoqroq tursa, olov o'rtadan sal balandroq bo'lsin. Pastda ham pishirmaylik, balandda ham pishirmaylik. O'rtadan sal baland bo'lsa bo'ladi. Mana tep-tekis bilinchi bunisi.